Bugun sizlar bilan Toshkent shahar metropoliteni haqida gaplashamiz. Toshkent metropoliteni Markaziy Osiyodagi birinchi metro tizimi bo'lib, 1977-yil 6-noyabrda Chilonzor yo'nalishining birinchi bosqichi uzunligi 11,7 km bo'lgan 9 ta bekat ishga tushirilgan. Bugungi kunda Toshkent metropoliteni 4 yo'nalishdan iborat. Birinchi Chilonzor yo'li 1977-yilda ochilgan, hozirda 17 ta bekatga ega. Ikkinchi O'zbekiston yo'li 1984-yilda ochilgan, 11 ta bekatdan iborat. Uchinchi Yunusobod yo'li 2001-yilda ochilgan, 8 ta bekatga ega. Va nihoyat to'rtinchi Yer usti halqa yo'li 2020-yilda ochilgan, 14 ta bekatdan iborat. Metropolitenning umumiy uzunligi 70 kilometrdan ortiq bo'lib, jami 50 ta bekat faoliyat ko'rsatmoqda. Har bir yo'nalishdagi bekatlar orasidagi masofa o'rtacha 1-1,5 kilometrni tashkil etadi. Masalan, Chilonzor yo'nalishidagi bekatlar orasidagi masofa o'rtacha 1,2 kilometrga teng. Bekatlar orasidagi aniq masofalar yo'nalish va joylashuvga qarab o'zgaradi. Metropoliten qurilishi davomida Toshkentning yuqori seysmik faolligi hisobga olingan. Shu sababli metro inshootlari 9 ballik zilzilaga bardosh beradigan qilib loyihalashtirilgan. Toshkent metropoliteni nafaqat transport tizimi, balki shaharning madaniyati va tarixini aks ettiruvchi ramz hamdir. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.